Ko'hna Qashqadaryo. Qashqadaryo viloyati deganda ko'z oldimizda beixtiyor Shahrisabz, Qarshi, Kasbi kabi shaharlar gavdalanadi. Qadimshunoslar fikricha, Qashqadaryoda antik davrdan boshlab aholi yashash manzilgohlari, shaharsozlik shakllana boshlagan. Bu yerda shaharsozlik juda qadimdan rivojlangan. Keyingi 3000 yillik davomida mana shu 4 ta shahar paydo bo'lgan. 4 ta shahar. Birinchisi bu hozirgi Samarqandda shimolda bu Ko'ktepa degan o'zgarlik bor, bu qadimgi Basiliya deb talqin qilinadi. Undan keyin Samarqand, So'g'd markazi, undan keyin mana Janubiy So'g'd deymiz, Qarshi vohasidagi bu Yerqo'rg'on, undan keyin mana Kesh Shahrisabz vohasidagi Uzunqo'l Podatepa. Mana shu Kesh, mana shu 4 ta shahar o'sha Markaziy Osiyoning eng qadimiy shaharlaridan biri hisoblanadi. Avval bu yerda bronza davrida, undan keyin ilk temir davridan boshlab, miloddan avvalgi o'sha 2-ming yillik o'rtalaridan, 1-ming boshlaridan boshlab ilk temir davri deydi. Mana shu paytdan boshlab ungacha qishloqlar bo'lgan. Qishloqlar bo'lgan, atrofidagi masalan ko'chmanchi xalqlar yashagan, har xil migratsiyalar bo'lgan. Mana shu ichida mana shu o'tira xalqlar, qishloqlar kengayib shaharga yana borgan. Buning uchun juda katta ko'p faktorlar kerak bo'lgan. Albatta suvning mavjudligi, atrofdagi yo'llarning mavjudligi, atrofdagi masalan shu geografik muhit, iqlim hammasi shakllanib o'sha yerda shahar paydo bo'ladi. Manbalarda bayon etilishicha, Qashqadaryo viloyati hududida eramizning dastlabki davrlarida 30 ga yaqin shaharlar barpo etilgan. Garchi bu qadimiy kentlarning barchasi bizgacha yetib kelmagan esa-da, ular joylashgan joylarda olib borilgan arxeologik tadqiqotlar fanga qimmatli ma'lumotlarni taqdim etdi. Buni Shahrisabz tarixini o'rganish misolida ko'radigan bo'lsak, shaharning eramizdan avvalgi 4-3 asrlarda vujudga kela boshlagani Kitob tumanidagi Poda yotoq tepa kabi yodgorliklardan topilgan osoru atiqalar yordamida aniqlandi. Aynan shu artefaktlarga tayangan holda shahar salkam 3000 yillik o'tmishga ega ekanligi o'z tasdig'ini topdi. Mana arxeologlarimiz, tarixchilarimiz buni o'rganish jarayonida shuni aniqlandiki, shahar 3 marta o'rnini almashtirgan. Ya'ni birinchi o'rni Kitob tumanidagi Sangirtepa degan hududda joylashgan, ikkinchi o'rni u ham Kitob tumanida Qalandartepa degan joyga to'g'ri kelishi eslatib o'tiladi va uchinchi o'rni mana shu hozirgi turgan joyimizga to'g'ri keladi. Ya'ni Shahrisabz shahrining o'zida. Antik davrdan boshlab bu yerda ilk mana shunday bir shahar ko'rinishidagi qo'rg'onlar, shu bilan birgalikda o'sha markaz sifatidagi hudud sifatida biz bilishimiz mumkin. Va bu yillar o'tib doimiy, masalan, o'sha hududlar, davlatlar, hukmdorliklar almashinuv jarayonida ham to'xtab qolmagan. Masalan, aytaylik, o'sha Iftariylar davrida ham markaz sifatida yoki Turk xoqonligi davrida ham markaz sifatida yoki Qoraxoniylar, Somoniylar davrida ham markaz sifatida demak qadimgi Kesh o'z o'rniga ega bo'lgan. Buni endi markaz sifatida qolishligining sababi ham, ya'ni ikkinchi sababi ham borki, o'sha Buyuk Ipak yo'lini muhim kesishgan nuqtasida joylashganligi bilan ham ajralib turadi. Chunki qadimda o'sha So'g'd savdogarlari mashhur savdogarlar sifatida kerak bo'lsa Xitoy manbalarida ham eslab o'tiladi. Shu o'rinda yana bir mulohaza. Yaqin davrlargacha yurtimizdagi Shahrisabz kabi qadimiy shaharlar mudofaa devorlari qachondan boshlab bunyod etila boshlangan degan savol olimlarni o'ylantirib kelar edi. Keyingi ilmiy tadqiqotlar bu muhokamali masalaga oydinlik kiritdi. Unga ko'ra, Shahrisabz mudofaa devorlari Xorazmshohlar davrida qurilgani ma'lum bo'ldi. O'rganishlar chog'ida topilgan Chig'atoy tangalaridagi yozuvlar esa Shahrisabz nomi o'sha davrlarda ham qo'llanilganidan darak beradi.
fanda juda ko'p tortishuv bo'lardi. O'sha Shahrisabzni mudofaa devorlari qachon qurilgan degan turli xil olma turli fikr bildirishganda. Masalan, Moskva Pugachenkolar buni 1469-yilda Amir Temur davrida qurilgan degan fikr berganda ko'pchilik. Keyin ko'plar aytganki, bu shu Chig'atoylar davrida qurilgan degan fikrlar ham bor. Lekin bizni o'sha endi hammasini solishtirib bir xulosa keldikki, aynan o'sha Qatlanli paxsa, Shahrisabz devorlari Qatlanli paxsadan qurilgani uchun Xorazmshohlar davrida qurilgan degan fikrni bildirdik. Bunga hali hech kim qarshi chiqqani yo'q. Arxeologik adabiyotlardan ma'lumki, o'sha Qatlanli paxsa faqat Xorazmshohlar davrida xos bo'lgan paxsa devor bu. Qatlanli paxsa degani hammasi 15 santimetr. Bir xilda qatlamli paxsa. 1206-1207-yillarda Samarqandni egallagan bo'lsa Xorazmshohlar. Biz o'ylayapmizki, o'sha Mo'g'ullar urushi, Mo'g'ullar bosili arafasida qurilgan bo'lishi ham mumkin dedi. Chunki mana bu Shahrisabzda ham Samarqandda devorlar o'sha qatlamli paxsadan, keyin Shahrisabzni atrofini butun o'rab turgan qala devorlari ham hammasi qatlamli paxsadan qurilgan. Keyin mana shu qatlamli paxsa Shuliktepadan topilgan. Biz shu asosda biz xulosa kelganmizki, men o'zimda dissertatsiyamni yozganman, kitoblarimda monografiyalar yozganman. Mana shu o'sha qatlamli paxsani Xorazmshohlariga tegishli ekanligi asosida Samarqandda borligi, Nasrdan topilganligini asoslab biz o'sha Shahrisabz devorlari ham o'sha Xorazmshohlar davrida qurilgan degan fikrni berganmiz. Demak, o'sha Xorazmshohlar o'sha Mo'g'ullar bosqini arafasida, Samarqandda, Buxoroda, Shahrisabzda va Nasafda shu devor qurgan ekan. Ikkita so'z, ya'ni Kesh, Shahrisabz so'zlari bevosita mana shu Amir Temur davrida ham ishlatilib kelingan. Va ko'proq endi 15-asrdan boshlab Keshga nisbatan, demak, Shahrisabz so'zi ishlatila boshlagan. Endi Shahrisabzni aynan mana shunday shahar sifatida ko'rkamligi, uni mana shu shahar sifatida chiroy ochib borishlikligi bu ko'proq Amir Temur davriga to'g'ri keladi. Amir Temur o'z davrida Shahrisabzni Samarqanddan keyingi ikkinchi markaz shahar sifatida izohlab o'tadi va Qubatul val adab, ya'ni ilm markazi sifatida hattoki buni ta'riflab o'tadi. Shundan bemalol bilishimiz mumkinki, Shahrisabz o'z davrida ham siyosiy mavqega ega bo'lgan, ham madaniy, ma'rifiy mavqega ega bo'lgan shahar sifatida bilamiz. Qashqadaryo viloyatidagi qadimiy shaharlar haqida so'z ketganda, vohaning janubida joylashgan Naqshab shahri tarixi haqida to'xtalmaslikning iloji yo'q. Boisi, u nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo tarixida ham muhim o'rin tutadi. Shaharni qadimgi Yunon muarrixlari Sineppa deb atagan bo'lsa, boshqa manbalarda mazkur shahar nomi Nashibo, Bolo, Nashibolo shaklida uchraydi. Arablar davriga kelib, bu shahar nomi Nasafga aylangan. Hozirda ushbu ko'hna kent xarobalari yer qo'rg'on deb ataladi. 2000-yillar boshlarida Angliyada o'sha Eronlik bir xususiy kolleksioner bor ekan. O'sha kolleksionerni o'z kolleksiyasining ichida o'sha miloddan avvalgi 329-yilda Balx atroflarida yozilgan, o'sha yerda bir ho'kiz terisiga yozilgan bitta matn topilgan. Bitiklar topilgan. Bu qadimgi oromiy tilda yozilgan bitiklar topilgan, yozuvlar topilgan. O'sha yozuvlarni isroillik olim Shaul Shaket o'shani tarjima qilgan. Tarjima qilib o'sha yerda Bagavanta degan hokim bo'lgan, o'sha Bagavantaga Xulum hokimi Bagavantaga buyruq berilgan. Sizlar borib Nikshapaya va Kish shaharlarini mudofaa devorlarini ta'mirlash uchun 50 mingta askar yuborilsin deb buyruq berilgan. O'sha topilgan narsa buyruqning matni ekan. Buyruqda yozilishicha o'sha Nikshapay va Kish shaharlarini ta'mirlash uchun 50 mingta lashkar yuborilsin degan matn bu. Shaul Shaket buni tarjima qilganda, keyin bu yerda mana Qarshi 2700-yilligida bu yerda juda katta konferensiya bo'ldi, xalqaro konferensiyada o'sha yerda o'sha isroillik olim Shaul Shaketga mana shu doklad qildi, biz eshitdik.
o'sha keyin o'sha bu to'plam bo'lib chiqdi. O'sha yerda o'sha qadimda Nikshapaya shahri, bu hozirgi Nikshapa, Naqshab, Qarshi, Kish shahri hozirgi qadimiy o'sha Kitob, hozirgi Kesh. Undan keyin Shahrisabz. Mana shu ikkita shahar nomi o'sha manbalarda yozilgan Kish va Nikshapaya shaharlarining qoldig'i ekanligi aniq bo'ldi. Miloddan oldingi 1-ming-yillikda shahar sifatida faoliyatini boshlagan Yerqo'rg'on milodiy 6-asrgacha desa ham bo'ladi, inson taxmin qilinadi shunday, o'z faoliyatini yuritgan shahar sifatida. 3000 yil oldin tasavvur qilsangiz shahar qanday paydo bo'lyapti? Demak, suvga yaqin joyda, tabiat qulay joyda odamlar kelyapti-da, o'rnashib asta-sekinlik bilan o'zlari uchun boshqaruv shahar qilib olyapti. Boshqaruvchilar o'zlari uchun demak o'zlarini himoya qiladigan devorlar quryapti. O'zlari yashaydigan katta-katta demak arxitekturadan demak binolar qilyapti. Bu yerda shahar paydo bo'lganligini birinchi belgisi o'sha mudofaa devorlari. O'sha paytda qurilgan paytda bu shahar 5 burchakka yaqin qilib qurilgan, atrofi mudofaa devoridan o'rab olingan birinchi shahar paydo bo'lgani belgisi bu. Undan keyin o'sha shahar ichidagi olib borilgan juda ko'p joyda shurflarda ham o'sha eng pastida, eng chuqur qatlamlarda o'sha davrga oid devorlar chiqqan. Keyin biz ham 1987-yilda o'sha yerda olib borilgan qazishmalarimizda 13-qazishmani eng tagida 98-oy oid devorlar topganmiz. Mahobatli bir 2 metr qalinlikdagi devor. Endi bu mudofaa devori emas, shaharda ichidagi yirik bir inshootlar devorlari. Qanaqadir bir jamoaviy bir inshoot bu. Maydoni tashqi devor bilan o'ralgan maydon 150 gektar tashkil qiladi. Juda katta shahar bo'lgan. Shahar bo'lgan, ha. Ichki devorni o'zi 70 gektarga yaqin joyni egallagan. Bu joyda endi shahar sifatida deganimizga bu shahar bo'lishi uchun kerakli bo'ladigan elementlari ko'p bu yerda. Sanab o'taydigan bo'lsak, shahar tashqi devor bilan o'ralgan. Ichki devor deganimizga endi shaharning ichida asosan boshqaruvchining saroyi bor, keyin ma'muriy binolar bor, mahallalar joylashgan, ibodatxona bor bu yerda, ichimlik suv bilan ta'minlanishi, undan tashqari ichki demak o'sha chiqib ketuvchi kanalizatsiya suvlar borligi aniqlanganligi mana shu demak shahar sifatida faoliyat ko'rsatgandan dalolat beradi bu. Yerqo'rg'onda olib borilgan arxeologik qazishmalari chog'ida eramizdan avvalgi 3-va eramizning 1-asriga oid haykalchalar hamda nihoyatda pishiq va nafis sopol buyumlar topilgan. Bu nodir ashyolar antik davrda ham Naqshabda haykaltaroshlik, hunarmandchilik va savdo sotiq taraqqiy etganligidan darak beradi. Oltin tiprotgan topilgan. U kichkina hajmi, u hozirgi paytda o'sha paytlarda ibodat uchun o'zi uchun taqib yuradigan taqinchoq desa ham bo'ladi uni. Qimmatbaho tosh bilan bezatilgan kichkina topilma u. Qadimgi olov saqlanadigan otash kadalarda saqlanib qolganligi. Bundan tashqari nafis sopol buyumlarning masalan chiqishi, hozirgi paytda o'sha topilgan topilmalar Qashqadaryo viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyida saqlanadi. Bu suratimizda Yerqo'rg'on atroflaridan topilgan qimmatbaho tosh, ya'ni yoqut toshi hisoblangan muhrni ham ko'rishimiz mumkin. Asosan bo'rtma naqshli shaklda ishlangan muhr va Yerqo'rg'on ibodatxonasidan topilgan ma'buda haykalchasining bosh qismi po'lat qoplamali sovut kiygan, ya'ni jangchining haykali va Yerqo'rg'on ibodatxonasida qazilma ishlari olib borilayotgan jarayonlarni ko'rishimiz mumkin suratda. Yunon madaniyatiga xos bo'lgan sopol idishlar paydo bo'ladi bu yerda. Sopol idishlar, o'sha bizdagi qadoq deydi, qadoqsimon kubiklar paydo bo'ladi. O'sha paydo bo'ladi. Undan keyin hali baliq idish deydi. Tarelga o'xshaydi, faqat ichida ozgina chuqurchasi bo'ladi. O'sha chuqurchasiga u tuz solinganmi yo bir boyagali achchiq narsa solingan, o'sha solinganmi, o'rtasida chuqurchasi bo'ladi, uni o'sha baliq idishi deydi. Undan keyin mana haykalchalar paydo bo'ladi. Haykalchalar paydo, turli xil o'sha Yunon ma'budalari qilgan, o'sha deydi, Nika deydi, keyin Afrodita deydi, har xil o'sha Nana deydi, haykalchalar paydo bo'ladi.
Qadimda Naqshab shahri aholisi Yunonlar, Eftaliylar, turk xoqonligi yurishlari va boshqa bosqinlardan aziyat chekib bir necha bor vayron etilgan. Oxir oqibat Naqshabning omon qolgan aholisi Qashqadaryo bo'yiga ko'chib, ikkinchi Naqshab, yana ham aniqrog'i Nasaf shahriga asos soladi. Bugungi kunda ana shu ko'hna shahar xarobalari Shulluktepa nomi bilan mashhur. Shulluktepa Yerqo'rg'on arxeologik yodgorligidan unchalik uzoq emas. O'rtadagi masofa 4-5 chaqirimni tashkil etadi. Iftalitlarda o'sha turk xoqonligi bilan Eron Sosoniylarining qo'shinlari ikki tomondan mamlakatga kirib kelishi natijasida Iftaliylar hukmronligi butunlay tugatilgan bu yerda. Va mana shu Yerqo'rg'on o'sha paytda butunlay vayron qilingan. Va o'shandan keyin bu yerda qaytib unday shahar bunyod etilmagan. Shu qadar vayron bo'lganki, bu shaharni yana qayta tiklash iloji bo'lmagan. Sug'orish inshootlari ham vayron qilinganda, shahar suv bilan ta'minlash, balki ular yopgandir suvni, shaharni o'sha urush arafasida. Undan keyin esa odamlar shu qadimdan shu shahar qurib yashaganlar bilan, shaharlarda yashaganlar qadimdan. Shuning uchun bularda yana shahar barpo qilishga ehtiyoj tug'ilgan. Endi shahar o'shanga yaqin masofada, 4-5 kilometr masofada o'sha Qashqadaryoni agar u Naqshabpaya o'ng sohilda bo'lgan bo'lsa, undan keyin chap sohilida, hozirgi Shulluktepa o'rinda shahar shakllana boshlagan. Shulluktepadagi hukmdor qasri bu yerga kelgan har qanday kishi e'tiborni tortmay qolmaydi. 5-6 asrda barpo etilgan qasr o'rnida bugun tuxum shaklidek tepalik yodgorlik bo'lib qolgan. Uning balandligi 25-30 metr. Tepalikka qarab hukmdor qasrining qadimda qanchalar baland va mahobatli bo'lganligini tasavvur qilish qiyin emas. O'tgan asrimiz, ya'ni 20-asr yoki 19-asr oxirlariga kelib, Qarshi shahrining aholisi asosan ishlatadigan g'ishtlari mana shu Nasaf shahri, eski Nasaf shahrining vayronalaridan qazib olingan g'ishtlarni olib borib bozorga sotishgan yoki o'sha davrlardagi tayyorlangan g'ishtlarni olib borib o'zlari ishlatishgan. Bundan ko'rishimiz mumkinki, o'sha davrdagi hunarmandlarning ishning sifati qanchalik darajada yaxshi bo'lganligi. Shahar o'sha o'zining salohati bilan, juda bir katta ulkanligi bilan mana shu yerga kelgan olimlarni, keyin sayohatchilarni, undan keyin mana harbiy kishilarni befarq qoldirmagan. Ular kirib o'sha yerga ancha-muncha ma'lumotlar qoldirishgan. Bular Kristovskiy deydi, undan keyin Kastanye deydi. Mana shu olimlar, mana shu bu yerda harbiylar bor, yozuvchilar bor. Mana shular yodgorlik to'g'risida o'zlarining fikrlarini qoldirishgan. O'sha Litvinov yozadiki, Shulluktepa degan joyga keldik deydi. Bu yerdagi osor atiqalar shu darajada ko'p degan, bu degan mana shu osor atiqalar degan sopollar, koshinlar, haykallar degan mana shu xalqni o'tmishi qanchalar ulug' bo'lganligini, qanchalar mana shu xalq qanchalar yuksak bir madaniyat yaratganligini deydi. Mana shu topilgan osor atiqalar isbotlab turibdi deydi. Qadimda bu yerlarda yashagan odamlar duch kelgan joydan uy-joy, qo'rg'on yoki qal'a quravermagan. Ular inshootlar barpo qilish uchun puxta o'ylab, keyin ishga kirishgan. Bunda shahar yoki qo'rg'onni obod qilish, uni dushmandan muhofaza qilish, dehqonchilik va hunarmandchilikni rivojlantirish uchun imkoniyatlar qay darajada borligiga alohida e'tibor qaratishgan. Buni ko'hna shaharning Qashqadaryo daryosining yoyilib oqadigan burum joyidagi katta maydonda bunyod etilganligidan ham bilish mumkin. Qadimshunoslar Nasaf qal'asining umumiy maydonini 70 gektardan 100 gektargacha bo'lgan deya baholashmoqda. Bundan tashqari, qal'a tashqarisida ham mahallalar bo'lgan. Ularni ham qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, shahar juda katta maydonni egallaydi. 4 ta tomonda 4 ta darvozasi bo'lgan. Ya'ni janubda G'obdin darvozasi, shimolga qaraydigan Samarqand darvozasi, g'arbda Buxoro darvozasi va sharqda Kesh darvozasi mavjud bo'lgan. Hunarmandlar alohida ko'chada
dehqonlar alohida ko'chada, chorvachilar alohida ko'chada, harbiylar alohida, din vakillari alohida, saroy ayonlari saroy atrofida mahallalarga bo'linib umrguzaronlik qilishgan. O'rta asrlarga bevosita mana shu hududlarga sayohat qilgan arab sayyohlari Muqaddasi, Ibn Xalqal, Ibn Xaldunlarning yozib qoldirgan ma'lumotlarga ko'ra bu yerda masjid bo'lganligi haqida ma'lumot berilgan. Haqiqatan ham shu Ko'chin tomonidan olib borilgan tadqiqotlar jarayonida pishig'ishdan kichikroq o'lchamda qilingan masjid qoldiqlari topib o'rganilgan. Shu bilan birga Nasaf shahrida juda ko'plab nasafiy taxallusi bilan faoliyat yurituvchi, islom dunyosiga dong'i ketgan mashhur olimlar, hadisshunoslar yetishib chiqqan. Shulardan biri Abu Muin Nasafiydir. Ul zot haqida o'sha davr olimlaridan biri Umar ibn Muhammad an-Nasaf shunday yozadi: Sharq u G'arbning olim u ulamolari Abu Muin Nasafiy ilmining dengizidan bahra topib, ul taratg'on ziyo nurlarini ko'zlariga to'tiyo qilib surtg'onlar. Darhaqiqat 9-10 asrlarda Markaziy Osiyo o'lkalarida islom falsafasi, kalom ilmi rivoj topdi. Bu sohalarga bag'ishlangan qator asarlar va kalom masalasi bilan shug'ullanuvchi yirik mutakallimlar vujudga keldi. Manbalarda keltirilishicha, Abu Muin Nasafiy ham faoliyati davomida 15 ga yaqin asar yaratgan bo'lsa, ularning aksariyatini kalom ilmining turli masalalariga bag'ishlagan. Abu Muin Nasafiy hazratlari mana shu Nasaf hududidagi madrasalarda dastlab tahsil oladilar. Shu bilan birgalikda otalaridan ham ta'lim oladilar va mana shu Nasafda ilm olib bo'lganlaridan so'ng umrlarining asosiy qismi Samarqand va Buxoro shaharlarida kechgan. Abu Muin Nasafiy hazratlari ma'lumotlarda 15 ga yaqin asar yozganliklari va hozirgi kunda jahon miqyosida 8 ta asarlari, O'zbekiston hududida 3 ta asarlar saqlanib qolganliklari ma'lumotida keltirib o'tilgan. Yashab o'tgan davrlarida dinimizda turli xil oqimlar ko'paygan va shuning natijasida e'tiqodimizdagi ba'zi bir qarashlar buzilib, mana shu buzuq aqidalar xalqqa ham singishni boshlagan. Mana shunday sharoitda Imom Moturidiy ta'limoti orqali shu adashgan oqimlarga radda yozadilar va shu orqali aholiga ham sof aqidamiz qanaqa ekanligi to'g'risida ta'limot berganlar va bu kishining asarlari orqali shu Moturidiy aqidaviy ta'limoti to'liqligicha shakllanib bo'ladi. Uni Tafsirat Adilla asari yozgan asarlari ichida shoh asar hisoblanadi. Juda katta asar. Bu Moturidiy ta'limotini targ'ib qilish, o'rganish va kerakli joylarda Moturidiy ta'limotiga ham raddiya bergan joylari bor. Sababiki dindan adashgan insonlarni yoki guruhlarni shu ma'naviy yo'l bilan, diniy yo'l bilan qaytarish bo'yicha dastur amal ishlab chiqqan inson. Bu asarni bir nechta nusxalari bugungi kunda Damashqda, Qohirada, Misrda saqlanadi va buni o'zbek tilidagi nusxalari ham mustaqillik sharofati bilan bizga yetkazib berildi. 9-10 asrga kelib, Nasaf, umuman Qashqa vohasidagi shaharlar taraqqiy etadi. 12-asrda hududga kelgan arab sayyohlari Ibn Batuta samoniy asarlari orqali qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin. Xususan, samoniy sayohati mobaynida 12 kun shahri Keshda, ya'ni Shahrisabzda bo'lganligini bayon etar ekan, bu hududda 85 ta aholi manzili bo'lganligi haqida yozadi. Shu bilan birga u o'z asarlarida nasaflik olimlar, fiqhshunoslar xususida ham alohida to'xtalgan. Ularning nomlarini birma-bir keltiradi. Bir so'z bilan aytganda, mazkur shahar va uning atrofidagi hududlar 200 dan ortiq nasafiy nomi bilan mashhur olim va fuzalolarga beshik bo'lgan.
Ma'lumotlarga qaraganda, xorijdan tashrif buyuruvchi aksariyat sayyohlar aynan me'moriy yodgorliklar va ziyoratgohlarga sayohat qilish maqsadida kelishar ekan. Shundan kelib chiqib biz mutaxassis fikri bilan qiziqdik. Viloyatimizda hozirda 1468 ta madaniy meros obyekti ro'yxatdan o'tgan bo'lib, bularni o'sha turistlar ko'p tashrif buyuradigan toifalari 68 tani tashkil etyapti. Bular asosiy ziyoratgohlar, arxeologik va memorial yodgorliklar hisoblanadi. Bulardan misol qilib aytsak, madaniy meros obyektlarida kontent yaratish, ya'ni madaniy meros obyektlarida ko'ngilochar tadbirlar, madaniy tadbirlar, xon chiqishlari, teatrlashgan sahnalar tashkil etish orqali tashrif buyurayotgan xorijiy turistlarda yanada qiziqish uyg'otish va o'zimizni etnik madaniyatimizni tanishtirish bo'yicha konsepsiya ustida ish olib bordik. Bu konsepsiya juda yaxshi o'zini mahsulini berdi. Bu bo'yicha o'sha xon chiqishlari, o'sha amir chiqishlari, Amir Temur Bobur kalomimizning o'sha Oqsaroy maydonida o'zini qo'shini bilan yurishlari, saflari, boshqalari bu nafaqat ularni o'zlarini shaxsiy gadjetlarga video olib o'zlari tomosha qilishi va o'sha o'zlari qaytib borgan davlatlarda ommalashtirishda ham juda katta rol o'ynayapti. Bu borada madaniy meros obyektlari turizmni rivojida katta o'rin tutmoqda. Faqatgina bu o'sha madaniy meros obyektlariga tashrif buyurayotgan turistlar faqatgina madaniy meros obyektini o'zini tomosha qilishdan tashqari o'sha yonida yaratilgan qo'shimcha xizmatlar, bu aksessuar do'konlari, o'zimizda milliy hunarmandchilik buyumlari va boshqa hunarmandchilik mahsulotlarini keng ko'rgazmasini tashkil etishga, yarmarkalarni tashkil etishga ham turtki bo'lyapti. Bu o'z navbatida etnik saqlanib qolgan o'zimizni hunarmandchilik usta shogird yo'nalishlari ham rivojlantirishga olib kelyapti. Hozirda biz o'sha turizm qo'mitasi bilan hamkorlikda yangi yo'nalish Amir Temur izdoshlari tur paketini ishlab chiqyapmiz. Bu tur paket o'zini ichiga nafaqat bizning viloyatimiz, qolaversa qo'shni viloyatlar, sohibxon Amir Temur qaysi viloyatlarda yashab, qaysi joylarda bo'lganligi to'g'risida tur operator ularni olib yuradi va tur paketning ichiga o'sha Amir Temur sohibxon bobomiz bosib o'tgan yo'llar ko'rsatiladi. Umuman madaniy meros obyektlarida ziyorat turizmini rivojlantirish va ularga qulayliklar yaratish maqsadida ularning infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Bunga bir misol qilib aytadigan bo'lsam, o'sha ziyoratgohlarga olib boradigan yo'llar ta'mirlandi, joriy ta'mirlanmoqda, elektr energiyasi yaxshilanmoqda va suv oqoz tizimlari ham yaxshilanib, o'sha tashrif buyurayotgan turistlarga qo'shimcha qulayliklar yaratildi. Bugun biz Qashqadaryo viloyatidagi ayrim qadimiy shaharlar o'tmishiga nazar solish orqali yurtimiz tarixining nechog'lik zalvorli, chuqur ildizlarga ega ekanligini yana bir karra anglagandek bo'ldik. Shu bois ham muqaddas ona zaminimizdan yilning 4 faslida xorijlik sayyohlar qadami arimaydi. Shu sababdan ham shonli tariximiz bilan har qancha faxrlansak oz.